Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi kichkinagina video darsligimizda biz Excel'larda, ya'ni Excel dasturlarida formula qo'yish. Asli formulalar juda ham ko'p, lekin biz eng soddasi va bemalol bizning qo'limizdan kela oladigan eng oson yo'lini ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz Excel ocha olamiz. Men bu yerda tayyor kichkinagina jadvalcha qilib qo'ydim. Bizga qiyin bo'lmasligi uchun. Misol bu yerda tovarimiz nomi yoki ism familiya shunga o'xshagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu qatorga mayli tegmaymiz. Bu yerga misol 50 qo'yamiz. Bu formula qo'yib qo'yilgan, hozir buni ham qayta qo'yamiz. Mana. Bu yerda 50, bu yerda borana 40. Endi bu yacheykaga bundan buni ayir yoki bunga buni qo'sh degan funksiya berishimiz mumkin. Qarang. Buni ikkita yo'li bor. Birinchisi bu tenglik bilan ya'ni S6 yacheyka, mana S6 yacheykaga qo'shamiz D6 yacheykani. Enter bosdik. Demak, bu yerda 90. Endi bu juda ham oson, eng oson usuli bu. Mana hozir bu yerga ham yozsak, misol uchun 5, 40, bu yerda 9. Ko'ryapsiz? Bu eng oson usuli. Yana bitta usulimiz bor. Summa. Mana bu yerda juda ham ko'p asli maksimumni ajrat, minimumni ajrat, hisoblash, o'rtachasini ol. Bu yerda funksiyalar juda ham ko'p. Lekin biz hozir eng oson va qisqasini o'rganamiz. Summani bosamiz. Mana o'zi avtomatik hisoblaydi. Biz bu yacheykani xohlagan tomonimizga o'zgartirishimiz mumkin yoki bo'lmasa pastga tushirishimiz mumkin. Xullas bizga kerakli bo'lgan yacheykalarni hisoblab ber deb berishimiz mumkin. Hozir bizga faqat shu ikkalasi kerak. Enterni bosamiz. Yana 90. Mana. Shunda yana boyagi o'rnini almashtirib ko'ramiz endi. Natija shu. Bu ikkala usul. Endi bizga ko'proq listlar bilan ishlaydigan bo'lsak, mana ikkinchi listga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shu funksiya qo'yilgan, mana summa bilan S3 E3 shu ikkita yacheykani hisoblab beradigan formula qo'yilgan. S3dan Y3 gacha. Ya'ni mana Y3 S3. Bu yerda D3 orasiga kirib ketadi. Endi shu funksiyani, shu natijani, ya'ni biz birinchi listdagi bu natijaga ikkalasini qo'shishimiz kerak. Oddiy. Buni yana ikkala usul bor, mana. Tenglik eng oson usuli mana shu. Y6 yacheykamizga qo'shamiz ikkinchi listdagi D5 F3 yacheyka ekan. O'tamiz va enter. Ko'rib turibsiz, 90. Nega endi 90? Bu yerda 45. Bu yoqda o'zi shundoq ham 90. List 1. Bu yerda list 1. Negadir bu xato chiqyapti, sabab hozir natijani to'g'ri ko'rsatmadi. Bu yerda list 2 bo'lish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi, mana. Ko'rdingiz? Hozir o'zi oddiygina xatolik chiqdi. Shularga e'tibor berib qo'yasiz, chunki bu formulalar faqat aniq sifralar va aniq ma'lumotlar bilan ishlaydi. Shuning uchun arzimagan xatolik natijamizni buzib qo'yishi mumkin. Mana xuddi shu usulda buni olamiz. Misol xohlagan raqamimizni qo'yishimiz mumkin. Endi qarang. Shu formulamizni pastga tortib qo'ydik. Endi formulani ham pastga tortamiz. Nega bu yerda 10, bu yerda 9, bu yerda 2. Ikkinchi listga o'tamiz. Bu yerda 10, bu yerda 2. Ko'ryapsizmi? Bu juda ham oson. Buni davom etishimiz mumkin. 3 ta list, 4 ta list. Faqat bu bitta Excel'da bo'lganligi uchun, boshqa Excel'lardan ham formula qilib olib borsa bo'ladi. Bitta faylda bo'lsa, uni keyingi darslarimizda
keyingi videolarimizda ko'rsatib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda qiziqarli va bundanda kerakli bo'lgan dasturlar, funksiyalar, jamiki kerak bo'lgan narsalarni biz iloji boricha qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Imkon qadar agar kommentariyaga nimani bilmoqchisizlar, nima kerak sizlarga, qaysi texnikani qaysi biri, kamera, Wi-Fi yoki dasturlar borasida qandaydir yordam kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Qo'ldan kelgancha video qilib sizlarga tayyor video darslik qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yinglar.